Ertak. Qadim zamonlarda bir o'rmonda hayvonlar tinmay bir-birlari bilan urushar ekan. Shu o'rmonda bir sher ham yashar. Uni Paxmoq ahmoq deb atashar ekan. Bir kuni o'rmonga sehrgar laylak uchib kelibdi. U do'kon ochibdi, nomini etiket qo'yibdi. Unda sotilayotgan qizil sandiqchalarga chiroyli tabassumlar, zar sandiqchalarga yoqimli so'zlar, oq sandiqchalarga go'zal xulq-atvor deb yozib qo'yilgan ekan. Paxmoqvoy barcha sandiqlardan sotib olibdi. Sehrli sandiqchalar uni odobli, oliyjanob qilib qo'yibdi. Tez orada o'rmon hayvonlari uni oliyjanob sher deb atay boshlashibdi. Oliyjanob sherni o'rmonning podshohi qilib saylashibdi. Shunday qilib hayvonlar ahli yashay boshlashibdi.